Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuimiz biznesda hisob-kitob nima va u qanday yuritilishi kerak. Demak, biz boshladik. Deylik, siz ishlab chiqarish biznesidasiz. Ishchi ishlatasiz. Tovar xom ashyolarni tez-tez sotib olasiz. Mahsulotlarni mijozlarga yoki ulgurji mijozlarga yetkazib berasiz. Endi tasavvur qiling, siz 1 yil mobaynida biznes yuritib kelyapsiz. Majburiy tekshiruv kelib, sizdan kim sizga qarzdor ekanligini yoki 1 yil mobaynida qilgan daromadingiz qanchaligini so'rayapti. Siz nima qilasiz? Agar sizda 1 yillik hisob-kitoblar joyida ketmagan bo'lsa, ushbu 1 yillik hisob-kitoblarni qaytadan qilishingizga to'g'ri keladi. Aslida ushbu ma'lumotlarni uyqudan turg'izib so'ralganda ham biznes egasi bilishi kerak. Biznes yuritishning mohiyati ham shundada. Endi boshqa tomondan qaraymiz. Siz 1000 ta mahsulot ishlab chiqarish uchun 20 ta xodim yollashingizga to'g'ri keldi. Birov yaxshi ishlaydi, birov yomon, lekin siz ularning ustida turib kuzatmaguningizcha bilmaysiz. Lekin Eshmat ham xuddi shu mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun atigi 15 kishini ishlatadi. Yana sifati ham yaxshi. Buning siri nimada deysizmi? Gap shundaki, siz xodimlaringizni hech qachon ularning ko'rsatkichlari asosida boshqarmaganingizda, necha soat ishladi, berilgan vazifani necha foizga bajardi, har bir mahsulot uchun qancha vaqt sarfladi. Ularni har kuni nazorat qilish orqali xodimlarni 100% unumdorlik bilan ishlatish mumkin. Bu raqamlarni boshqarish uchun aslida moliyachi xodim bo'lish ham shart emas. Lekin raqamlarni moliyachidan boshqa kim yaxshiroq boshqara oladi? Hisob-kitoblar nafaqat pul bilan, balki o'sha ishlatilgan pullarning ta'sirini ham boshqarish demakdir. Hatto lidlarning konversiyalari, Instagram, YouTube va qaysidir bloger orqali qilingan reklamalarning qanchalik samaradorli ekanligini bilish uchun ham hisob-kitob kerak. Biz nafaqat pulga oid hisob-kitoblarni yuritamiz, balki butun bir biznesni qamrab oladigan operatsion hisobotlarni ham yuritishga yordam beramiz.